Nima uchun siz hali ham rus tilida gapira olmaysiz? Tushunasiz, lekin javob qaytara olmaysiz. Kino ko'rasiz, kinolar bemalol tushunasiz, lekin gapirishga kelganda gap tuzolmay qolasiz. Shu narsa haqida bugun sizlar bilan birgalikda gaplashamiz va bunga yechimlarni ko'rib chiqib, birgalikda praktika qilamiz. Nice. Всем привет, hammaga salom. Menga zot Zilova, meni ismim Zilova. 7 yillik rus tilini chet tili sifatida o'rgatish bo'yicha mutaxassisman va o'zim shu 7 yil tajribamdan kelib chiqqan holatda o'quvchilarni eng ko'p uchraydigan shu tushunaman lekin javob qaytara olmayman degan muammoni yechimlarini birgalikda hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Почему вы не говорите? Nima uchun siz gapirmaysiz? Ya'ni siz tushunasiz, lekin javob qaytara olmaysiz. Birinchi o'rinda bu bizda praktika yo'qligi. Ya'ni biz grammatikani o'rganganmiz yoki bo'lmasam shu eshitib o'rganganmiz ko'p so'zlarni, ya'ni quloqimiz ishlagan, miyamiz ishlagan, lekin tilimiz ishlamagan. Понимаете? Надо побольше практиковаться. Ko'proq biz tilimizni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizda miyamiz ham ishlamasdan avtomatik tarzda gapirib ketishni boshlaymiz. Misol uchun, rus tilini biladigan odamlardan so'rasanglar, nima uchun bu bunaqa, nima uchun sen bu yerda bunaqa gapirding deb so'rasanglar, ular aytadi, bilmadim, menda avtomatik tarzda shunaqa gapiriladi-da deydi, lekin tushuntirib bera olmaydi. Ya'ni ularda praktika, ya'ni tili o'rgangan, miyasi emas. Ошибки, которые тормозят вас. Sizni gapirishdan to'xtatadigan xatolar. Bu siz ideal уровеньda kutasiz. Ya'ni men hozir продвинутый уровеньga chiqib olay yoki bo'lmasa A1 dan A2 уровеньga chiqib olay, keyin gapirishni boshlayman. So'z boyligimni ko'paytirib olay, keyin gapirishni boshlayman deysiz. Нет. Идеального момента нету. Идеальный момент сейчас. Идеал момент bo'lmaydi. Ideal moment hozir. Понимаете? Tushunyapsizlarmi? Yoki bo'lmasa xato qilib qo'yishdan qo'rqasizlar. To'g'risini aytaman, men o'zim ham kerak bo'lsa vaqt kelganda xato qilaman. Любой odam xato qiladi. Men o'zbekchada gapirayotganimda ham xato qilaman. Nimaga siz chet tilini o'rganayotgan odam bo'lib turib, chet tilida gapirayotganda xato qilib qo'yishdan qo'rqishingiz kerak? O'zi til bizga nima uchun kerak o'rganish? Biz rus tilini yoki biron bir chet tilini biron narsani tushuntirib berish uchun o'rganamiz, to'g'rimi? Siz uni xato tushuntirdingizmi, to'g'ri tushuntirdingizmi? Buni nima ahamiyati bor? Главное, u narsani tushuntira oldingiz. Keyinchalik o'zingiz sekin-sekin to'g'rilab olasiz. Lekin siz hozir gapirishni boshlamasangiz, keyinchalik xatoyingiz to'g'rilaydigan darajagacha yetib kelmaysiz. Va yana ko'pchilik qiladigan xato bu so'zlarni alohida slovar bilan birgalikda o'rganadi. Tak nельзя. Bunaqada eslardan chiqib ketadi. So'zni alohida emas, gap, jumla qilib yodlasanglar yaxshi bo'ladi. Ya'ni uzoq vaqt esinglarda qoladi, balkim butun umrga. Eslardan chiqib ketmaydi xullas. Agar so'zni alohida o'rgansanglar, unda bir haftadan keyin o'sha eslardan chiqib bo'ladi. Например, вот dверь so'zi eshik bo'ladigan bo'lsa, siz eshik deb yodlamangda, dверь, eshik. Нет, я открываю dверь. Men eshikni ochyapman. Какая красивая dверь. Buncha chiroyli eshik. Закрой dверь. Eshikni yopib qo'y. Ya'ni bu yerda jumla, gap qilib o'rganyapsizlar. Bu yerda dверь so'zi o'sha esingizda qolib ketdi va qaysi so'zdan keyin qaysi so'zni qanday ishlatish avtomatik tarzda sizlarda o'sha rivojlanib boradi. Поэтому so'zni alohida emas, gap, jumla qilib yodlashingiz kerak. Keyingi xatoyingiz bu siz umuman takrorlamaysiz. Ya'ni siz bu so'zni o'rgandim, esimda qoldi, ishlatishni ham o'rganib oldim, bo'ldi, qolib ketdi o'sha shkafinglarda bir chetida. Xuddaligi bitta kiyim oldinglarda, erishdinglar, bo'ldi, keyin u kiyimni kiyish eslardan chiqib qolgandek. U so'zdan foydalanib turinglar, ishlatinglar, bekorga o'rganmayapsizlar, u so'z bekorga vaqtinglar ketmayapti. Sizlar undan foydalanish uchun o'rganyapsizlar, to'g'rimi? Вот поэтому, когда вы повторяете, вы все запоминаете. Tushunyapsizlarmi? Hozir xatolarni ko'rib chiqdik. Endi buni yechimi nima ekan? Har kuni biz oz-ozdan bo'lsa ham o'rganishimiz kerak ekan. Повторение, takrorlash qilishimiz kerak bo'ladi ekan. So'zni alohida emas, jumla qilib yodlashimiz kerak bo'ladi ekan. Kichkina bo'lsa ham qadam tashlashimiz kerak bo'ladi ekan. Va hech narsadan, ya'ni xato qilishlikdan qo'rqmasligimiz kerak bo'ladi ekan. Hozirdan praktika qilishni boshlang. Keling birgalikda qilamiz. Ozgina bo'lsa ham rus tilida gapirib turishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni oson gaplardan, frazalardan boshlab. Misol uchun, я проснулась рано. Men erta turdim. Или же я пью кофе. Men kofe ichyapman. Я иду на работу. Men ishga ketyapman. Я устала. Men charchadim. Видите? Легкие фразы, легкие слова, oson frazalar, jumlalar, oson gaplar. Ulardan nimaga foydalanmaysizlar? Bilasizlar bu so'zlarni. Foydalanmaganlardan keyin gapira olmaysizlar-da.
Ko'p o'ylamang, ko'p gapiring. Xo'p? Ikkinchi praktika. Tutu praktikasi. Nimaga unaqa deyapti deb o'ylasanglar, o'zinglar bilan o'zinglar gaplashishni boshlashinglar kerak bo'ladi. Ruscha o'ylashni boshlashinglar kerak bo'ladi. Например, я думаю. Birozlardan so'ramadi. O'zinglarga o'zinglar gapiryapsizlar. Men o'ylayapman. Я устала, men charchadim. Как это сделать? Buni qanaqa qilsam bo'ladi? O'zinglarga o'zinglar gapirishni boshlanglar. Atrofdagilar sizlarni o'ylashi mumkin, lekin sizlar tez orada просто gapirib ketasizlar. Gapiringlar. Говорите. Uchinchi praktikamiz повторение, takrorlash. Bitta frazani olinglar yoki gapni olinglar. Misol uchun, я изучаю русский язык. Men rus tilini o'rganyapman. И повторяйте 10 раз. 10 marta takrorlanglar. Qayerdan gap olaman, qayerdan fraza olaman desanglar, kino ko'rasizlar, to'g'rimi? Kinoda o'zingizga yoqqan joyini, yoqqan kadrda olinglar, yodlab olinglar. Shu narsani takrorlab yuringlar. Yoki bo'lmasa kun davomida nimadir qilasizlar. Shu kun davomida qilayotgan ishlarni ruschaga GPT yordamida bo'lsa ham tarjima qilib olib, shu narsani takrorlab yuringlar. Вот вам и практика. Bu praktikamiz sizga o'zingizga bo'lgan ishonchni oshirishda yordam beradi. 4-chi juda ham zo'r praktika. Xohlasalar Telegramda izbirniga, xohlasalar biron bir gruppa ochib olinglar, xohlasalar kanal ochib olinglar. Faqat o'zingizlar uchun bo'lsin va shu joyda dumaloq video yoki bo'lmasa голосовой tashlab ruscha gapirib beringlar. Bugun bunaqalar qildim. Ya'ni kundalik tutinglarda, lekin u kundaliklar rus tilida bo'lishligi kerak bo'ladi. Agarda qiynalsanglar, birinchi o'zbek tilida yozib olinglar, keyin uni rus tiliga tarjima qilib turib, xuddi shu rus tilidagini yodlab o'zingizlar aytib berishinglar kerak bo'ladi. Faqat buni audio yoki videoda yozishinglar shart. Idealmi, xatosizmi, buni ahamiyati yo'q. Важно то, что вы говорите. Sizlar gapirayotganinglar shunisi eng важныйsi. 5-chi praktikamiz bu juda ham ko'pchilikka yordam bergan, bu mini dialoglar. O'zim ham bunaqa dialoglarni tuzib qo'yganman va Telegram kanalimga yuborib qo'yganman. Xohlasalar Telegram kanalimdan ссылка orqali o'tib olsanglar bo'ladi. Va qaranglar qanaqangi odzivlar kelgan, ya'ni mini dialoglar bilan ishlagan odamlarda. Siz har kuni ozgina kichkina dialoglarni yodlaysiz va oyna oldida yoki bo'lmasa telefoningiz bilan birgalikda yoki do'stingiz bilan kimdir bilan xolos o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib o'rganasiz. Lekin natijasi esa wow bo'ladi. Va iltimoslardan tushuninglar, xato qilish bu normal holat. Siz xato qilmayapsizmi, demak siz gapirmayapsiz. Любой odam xato qiladi. Xato qilmaydigan odam yo'q, tushunyapsizlarmi? Sizlarga hozir xato qilmaslik muhimmi yoki bo'lmasa gapira olishlik muhimmi? Keling, men sizlarga hozir mini plan tuzib beraman. 10-15 minut vaqtingiz ketadi, lekin shu orqali sizlar tez orada rus tilida gapirib ketishinglar aniq. Albatta, agarda bu gaplarimga qoida sifatida rioya qiladigan bo'lsanglar. Birinchisi, bu 5 ta gapni slux gapirib yodlashinglar kerak bo'ladi. Ikkinchisi, bu kuninglar qanday o'tganini, nimalar qilganinglarni голосовойda yozib berishinglar kerak bo'ladi. Uchinchisi, mini dialog. Uni Telegram kanalimda olsanglar bo'ladi va shuni har kuni bittadan dialog yodlab, ikkala tomonga o'ynasanglar bo'ladi. Misol uchun, bir kun ish beruvchi, ikkinchi kuni esa ishga joylanayotgan inson sifatida. Va keyingi maslahatim, bu yangi gap o'rganasizlar, yangi jumla o'rganasizlar va uni 10 martadan takrorlaysizlar. Bu narsaga ketsa vaqtingiz 10-15 minut ketadi va hech qanaqangi qiyin joyi yo'q buni. Shunchaki boshlashinglar kerak. Agar shu praktikani boshlasanglar, o'sha bir haftadan keyin sizlarga rus tilida gapirish oson tuyulishni boshlaydi. 2 haftadan keyin esa o'zingizlarga bo'lgan ishonch ortishni boshlaydi. Va bir oydan keyin esa tushunaman, lekin javob qaytara olmayman degan muammodan qutulasiz. Agarda rus tilini yanada qiziqarli video darslar, intellektual o'yinlar, turli xil mashqlar orqali o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, unda sizlar hoziroq Play Market yoki App Store ga kirib turib, Zabon ilovasini yuklab olinglar. 5 darsligi bepul, bemalol ko'rib o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Agarda sizlarga ma'qul kelsa, bemalol pulli versiyasini ham sotib olsanglar bo'ladi. Shu ilova orqali sizlar rus tili A1 darajalarini bemalol B1 darajaga ko'tarib olsanglar bo'ladi. Всем спасибо за просмотр. Hammaga tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Надеюсь, вы обязательно послушаетесь моему совету. Umid qilamanki, meni maslahatlarimga обязательно rioya qilasizlar va bir oydan keyin Zalola, siz videongizdan keyin men rus tilini o'rganib oldim deb turib kommentariy yozasizlar. Agarda video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, обязательно kommentariyada qanaqadir smaylikmi yoki o'zingizlar fikrlarni yozib qoldiringlar va like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Всем спасибо и всем до свидания.
Agar rus tilini o'rganishda qanaqadir muammo bo'layotgan bo'lsa, обязательно kommentariyada yozib qo'yinglar. Men keyingi safar sizlarga qarab turib video chiqaraman.